Xullas kalom aka-ukalar, hammaga assalomu alaykum. Biza yana xizmatda ishda biza. Zo'r idealniy bitta Cobalt kelib qolgan. Holati prям shikarniy, nima deyarsiz. Obzorga tayyor bo'lsangiz, podpiskani bosib uzoqlashmay turing, qani ketdik. Xullas kalom aka-ukalar, ko'rib turganlaringdek Cobaltimiz rangi oq, 2024-yil. Mashina idealniy состоянияda. 4 ta mягкий balonlar ham to'qilgan. Holati zo'r, 2024-yil. Orqa tonirovkalar mavjud. Salon holati ham akamiz qimmat, yaxshi did bilan chiqolib qo'ygan ekanlar. Korobka avtomat, benzin va propanda yurgan probegi 1,5 krugdan salgina ziyodroq yurgan. Holatchasi qarang turibdi. Shuni ko'rgandan o'z ko'zga tashlanadigan mashina bo'lganligi uchun obzor qilyapmiz sizga. Mashinaning narxi juda ham arzon, o'zining yiliga. Mashinani olasiz, mazza qilib minasiz. Agar mashina minuslariga kelgan bo'lsak, bitta mana shu krilosida kraskasi bor, bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Olib, mazza qilib minasiz, xudo xolasa. Mashinamiz xohlang avtokreditga, xohlang naqdga oling. Ikkala variantga ham mashina chiqib ketadi. Mashina ayni damda Urgutda va Urgutning mashinasi. Xullas kalom aka-ukalar, bu mashinani faqat podpischalarim uchun $10,200 qo'ydik. Navodosi agar shitir naqd sanayman desangiz agar, yana sunnatiga o'tib beriladigan joyi bor. Eng qizig'i, mashina xohlasanglar, naqdga xohlasanglar, avtokreditga ham chiqib ketadi. $500 olib kelasizlar, aynan mana shu to'ychoqda olib chiqib ketasizlar. Oylik to'lov примерно 4 million 300 million dan tushadi. Oppoq 24 Cobalt korobka avtomat olib mazza qilasiz, xudo xolasa. 10,200 narxi va avtokreditga $500 bilan chiqib ketadi. Uji past nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Xizmatlar bo'lsa biz ishlatyapmiz. Sog' bo'lasizlar.